Assalomu alaykum avvalambor. Mana bugun biz klinikasi hijoma kursida o'qidik, 10 kunlik kursda. Lekin bu yerda boshqacha Instagramlarda ko'rdik. Lekin bu yoqda yoqqan taraflari bir ko'rib, bilib, bir martalikda ko'raylik, ishonch hosil qilganimizda juda ham yaxshi taassurotlar qoldi. Mana kitoblardan uzilib qo'yishlarni, hijomalarni, ularni ko'proq chuqurroq o'rgandik. Lekin o'zim ham uzilib qo'yaman, hijoma qilaman, lekin bilmagan bilimlarimizni ko'proq bu yoqda yana o'rgandik. Matluba ustozlarimizga ham rahmat, Shahnoz oxanga ham rahmat, hamma ishlaydiganlarga ham rahmat. Shunchalik ko'p narsalarni o'rgatishdi, erinmasdan qo'llaridan kelgancha narsalarni o'rgatishib, bor bilimlarni berishdi. Alhamdulillah, Xudo xolasa bugun sertifikat oladigan kunimiz. Yana ishlarimizni davolab, klinikalar ochish niyatimiz bor. Xudo xolasa shu niyatlarimizga yetishib yuraylik. Havas qildik ustozlarga. Hammasi rahmat, hammalariga Alloh rozi bo'lsin.